Assalomu alaykum yangi Vodiy obunachilari. Bizni muntazam ravishda va tasodifiy ravishda kuzatib borayotgan aka-ukalar, musofirdagi birodarlar, chorvash qo'llar mana bunday boqma, buqa va bitta sigir, xohishingiz bag'i yo'qsa darshi boqsangiz xunojin konkret ekan. Shuni ostilarini bitta ko'rsatib qo'yinglar. Keling ro'chika, ostini bitta ko'rsatib ekan buni. Osti o'sha ko'rib konkret ekanda. Ostini qaramlar. Barakasi ichida ekan-a? Xudo xolasa. Badani ham zo'r. Yaxshi. Bugungi sanamiz Xudo xolasa 3-mart hafta kuniga dushanba kunimiz hammamizga xayrli bo'lsin deb biz videolarni boshladik. Bitta like, kommentariya chiroyli fikrlarni bildirib qo'yasiz. Biz ro'chkamdan to'liq ma'lumotni olamiz aka. Endi so'rash qo'yiq. Assalomu alaykum. Charchamay, sog'lashim, charchamay. Charchamay, maza yaxshimi? Rahmat. Aka oldingizmi aka? Hayit bayramlarni, Navro'zlar o'tkazib. Xudo xolasa o'zingiz ham obunachilar salom, maza yaxshimi? Charchamay. Sizlar bilan ashada bir 5 dona xunajin novos bor, avazga bir qani video chiqaryapti. Xudo xolasa yaxshi. Ey aka, puli yengil bo'lsami? Bitta bo'lsa ham ketaveradi, 1000 ta bo'lsa ham ketaveradi. Pul muhim pulida. Puli ham yengil uka. Mana bu kichkinaroq shvedcha xunajinimiz bor. Pulum ozroq deganlarga. Ularga sigir qolaman ham bo'laveradi. Puli ham yengilroq. Bu yerimni qaranglar, hozirdan 4 ta o'ta chiroyli ekan. Xudo xolasa. Bir yil savrini qilib, chiroyli qilib. Xudo xolasa, parvarish qilsalar mazali boqadaqa xunajin. Gap yo'q. Puli ham avazbek, xudo xolasa arzon. Puli arzon. Shaydan ketaveramizmi? Shaydan ketaveraylik. Shaqa kattalashib ketaveramiz. Bo'ylari 95 atrofida. Ha, 95. Oqtumshuq, shved degan bu yoq chiroyli mol ekan. Hop, hali yosh, yeb ichishlari zo'r. Yeb ichish xudo xolasa bir hafta xotirjam sinashaveradi. Yemog'i, chimog'i. Xudo xolasa bir hafta sinab beriladi. Gap yo'q, hop. Narxi ekan buni. Narxi ham bozorda 10 million so'm. Hop. Uyda hading 9 million 300 ming berishadi, o'tib beraman ozgina. 9 million 200 o'tib ham berasiz. Mayli o'tib beraman, avval. Chiroyli qilib. Endi 50 ming o'tib beraman, 25 o'tib 100 ming demaysiz, ammo chiroyli o'tib berasiz. O'tib beramiz, xudo xolasa, chiroyli qilib. Xudo xolasa chiroyli mol ham. Vajam yaxshi narsa. Bo'ldi, gap yo'q. Boqib sigir 9 million 300 mingga telefon qilasizlar, obunachilar, kami bo'ladi, xayri bo'ladi, xudo xolasa. Bo'ylari 95 plus, mana sifati konkret. Hop, bo'lmasa bag' buqalar ketaveramiz-a? Endi bag'i buqa uka. Bo'ldi. Badani ham yaxshi bo'lgan ekan-a. Budani qarangda, o'zi yemlab, yemga tayyor. Endi bersa ko'tarishaveradi. Xudo xolasa. Oyoq qo'li ham butun narsalar. Puli ham xudo xolasa, endi avazlik. Arzon. Bo'yi endi metrimiz yo'q. Aha. Keyingi safar metrlab qo'yasiz. 120 ustida bo'lish kerak, pastda emas. 120 davring, plus minus. Haligi 120 chiqsa bo'ladi, 18 chiqsa bo'ladi. Plus minus deb ketadi, 2 sant plus minus. 120 plus minusga ketaveradi obunachilar mana, xudo xolasa. Uzunliklari uzun, oyoq qo'llari baquvvat. Mana orqa tomondan bitta ko'rsatamiz mana. Korpusi ham mana sollar o'zi chiqishni boshladi. Qaranglar obunachilar. Oldi ham yaxshi narsalar. Xudo xolasa oldi, orqasi avazbek yaxshi narsalar ko'rsating. Xudo xolasa mollarni yemni berib, xudo xolasa boqsa rahmatini aytishadi. Rosa tulab o'zi yeb turishga o'tibdi inshaalloh. Xudo xolasa o'zi boshladi. Mana qarang. Maza qilib boqishadi, xudo xolasa. Hop, bu birinchisi. Aha. Bu ikkinchisi avazbek. Nechta ikkita qo'yamizmi? Bu ikkasini qo'yaylik. Qarang. Bittada kimdir sho'raydi, bitta. Kimdirdagi 10 taga. Hammasini ham qo'yaman. Ammo addindan narxini aytib qo'ysam, ammo plus minus 500 ming bo'lsa addindan ayting. Yo'q, ja 500 ming emas plus. Bo'ldi. 100 ming, 200 ming bo'laveradi 200 minggacha. 500 ming bo'lsa, o 500 ming ko'p ekan bunaqa emas. Bo'ldi. Bu ikkinchisi, bo'lmasa. Bu ikkinchisi. Obunachilar uzunroq, chiroyli bo'lar ekan. Bo'lsa yaxshi narsalar. Oyoq qo'llari butun, oqovashi yaxshi. Buni ko'lka yem berib, hadi. Parvarishlash kerak. Sababini qilinsa bo'ldi inshaalloh, ha? Ha, oyoq qo'lni qarang. Mazaqi boqadaqa narsalar, ha? Seryozni. Xo'p, bo'ylari 120 plus minus ketaveradi. Narxlari endi, Rochika. Narxi hadi. 18 million so'm. Aha. Telefon qilsa, hop, kamini qilib beraman. Hop. Ikkalasini olsa, kamini qilib beraman. Tanlab olsa 18 milliondan. 18 million tanlab olishga. Tanlab olishga. Jupiga olishaman desa 18 milliondan. Chiroyli kamini qilib berasiz. Kamini qilib beraman, o'tib beraman, xudo xolasa. Olib, boqsa rahmatini. Keng mashina endi bitta-da endi. Hop, qani.
Bo'ldi, o'tib bermang, pötib bermang qo'ymas. 18 million Toshkentga yetkazib berasiz. 18 milliondan hop tanlab olsin. Yo, shuni jupini olsa Toshkentga dastlabki sizni bo'yingiz bo'ladi. Plyus bo'lmaydi. Dastlabkasimi? Ha. Ha, bo'ldi qaragan. Vodiyga 50 ming o'tib beraman, 100 ming Yo, o'tib beraman, chiroyli qilib o'tib berasiz. Chiroyli kamini qilib, xohlasa xursand qilib beramiz. Barakasi bersin. Uni gap boshqa bo'ladi. Mollar xudo xolasa konkret mollar ekan, uzunliklarni ko'ring. Xo'p, endi mana mol boshqadan keldi, korpus qaranda. Uchinchisi vazbek. Buni alohida narxini aytamiz. Bo'ldi. Xudo xolasa. Keyin bir joyga olsam aytib qo'rasiz. Bir joyga ham aytib ko'ramiz. Mana shu oyoqlarga qaranda. Oq tumshuq, shu shved varianti, shu udor ekan. Ko'z tegmas. Zo'r ekan. Buni haligi ishqivozi birar yil boqsa, xudo xolasa Endi 1 tonna, 2 tonna olib ketadi emas, 8 kilolik bo'laveradi. Bo'laveradi, xudo xolasa. Tonna olib ketadi deb endi emas, 8 kilolik bo'lsin, 400 kilo go'sht qilib bersa 45 million soatdan kim so'kadi? Ha, badanini ham ko'ring, o'rtoqlasham, ularni. Bu Treviska ham hozirim cham 300 kilo kelib qolsa kerak-a? Keladi, xudo xolasa. Kam 300 kilo atrof kelib qolsa kerak. Yildi qarang, yildi. Eshigini qo'lingiz qo'ygan chiqarishlar. Qaricham o'zi, ana ko'ring. Qarich yetmaydi, tamolg'a. Ha, buni realmi mana? Endi qarichimiz jar. Realmi mana mana shu yilki mana. Mana shunda mana. Meni qarichim yarmini o'tyapti. Mana edim bag'i yana bor mana. Yelkaga. Bu haqiqiy boqadigan bola ekan. Xolasa, Ustida yosh bola o'ynaydigan bo'ladi. Tuxumni qo'yaversangiz, xudo xolasa yumalab, o'nlab, aqa-baqa yumalaveradi-da. Tushib ketib qolmaydi tuxum. Oyoqlar ham ko'taradigan baqvat mana. Maza qilib. Endi buni rosa maqtadiq. Ammo maqtonga yarasha narxini ham maqtaydigan bo'lsin-da. Xudo xolasa evazbek hading. Bozorga chiqsa buni 20 million so'm. Hading. Narxi 20 million. 20 million so'm. Bizda u haligi endi sotish maqsad. Xo'p. Xudo olgan odam rahmatini aytishda haligi. To'g'ri. Ertaga ko'rganda teskari qaramaydigan. Xudo xolasa boqsin. Telefon qilib rahmatini aytsin ochki. Uka 19 million so'mga kamini qilib beraman. 19 millionga. Ha. Chapitcha sразу o'tib berasizmi? Keyin mana uni xudo xolasa olgan odam maza qilib boqsin. Ha. 200 ming o'taman dedim. Hop. 19 million. Mana uni hading. Hop. 18 million 700 ming so'm berishadi, hading. Hop. Samarqandgacha dastlabkasi ichida, xudo xolasa. Ular ketaveradi. Ular ham ketaveradi, xudo xolasa. Barakasi bersin. Bunday qilamiz bo'lmasa, qarang. Uchalasini bir joyga olaman desachi. Uchalasini olsa, 17 million qancha chiqardik? 18 milliondan chiqardik. Hop, 200 mingdan plyus bo'lar ekan, qarang. 18 million 800 dan 200 dan bo'lar ekan. 18 ming 200 dan uchalasini bir joyga olaman deganda. Vodiy bo'ylab olaman uka, 3 o'ng moling yo'qda. Andijon yo Farg'ona yo Qo'qon, yo o'zimiz Namanganga. Keng. Uka bunday hading. Dengil gapiring. Uchalasini bir joyga olaman. Uchalasini bir joyga olishim maqsad shu vodiy bo'ylab hading. Hop, Dastlabkasi ichida hading. 18 million so'mdan uchalasi bir joyda beraman. hop. Toshkent, Samarqand bo'lsa kelishamiz dastlabkasi. O'sha 18 ming 200 yetkazib berasiz. Toshkentgacha. Toshkentgacha yetib beraman, hading 18 million 200 mingdan. Vodiy bo'ylab 18 milliondan uchalasini olasan bir joyda sotdim. Yana o'tib ham berasiz. Yo'q, endi o'tada qarang, magazin emas. Ha. O'shanga telefon qilinsin, ozgina xayri bo'ladi. Hop, xayrısini qilib beraman. Barakasi bersin. Endi bir qancha o'tib berasiz 1 million 500 ming deganmi? Endi 18 million so'mdan uchalasini oldim uka. 50 mingdan desa endi bo'lmaydi, 100 mingga 200 mingdan o'tib berasan desa endi haqir birasa qilasizlar. Xudo xolasa mirasa qilamiz, hading. Xudo xolasa boqsin, maza qilsin. Endi hading. Hop. Bu yerda sigir qilishga xudo xolasa. Tavsiya qilaveradi. Tavsiya qilaveradi. 100 ga 100. Maza qilsin. Xunoji kuray chiqmagan. Bir yasharga o'zi yetib kelib qoldi. Ha, novos talab bo'ladi. Novos talab bo'ldi. Bo'ldimi? Endi qo'yishsa bo'ldi buni. Biz qo'yamiz hozir. Xudo xolasa buni ham ko'rib, sigirga asosan Tavsiya qilaveradi. tavsiya go'sht yo'nalishga emas. Sigir qilib, sog'ishga mana ishlarni ham bir ko'rsatib qo'ying. Ish katta ekanda, yaxshi ekan. Ammo korpusi ham haligi baldaq yo'gani va haligi olaporodani bir bunaqasi ekan ishga obunachiman. Endi siz ham bilasiz, o'zim oyoqlarni ham ko'rsating. Mol xudo xolasa mazaqi boqadiqonda to'ralayincha ham xudo xolasa ishlasa kerak. Yuvoshlar ham zo'r. Yuvosh xotirjam, yosh bola ham harakat qilsa ko'rsatilaveradi. Mazaqi barakasi ichida xudo xolasa, ammo yerini chakan emas. Oyoqlari ham baquvvat mol ekan. Xudo xolasa. Hop, eng qizig'i parodasi yaxshi molga o'xshayapti. Haligi
olapora odamasi, yani olani qorasi bo'ladi-yu. Orasidan. Chonli postura. Rossiyskiy poroda. Ha, mazza qilib boqishadi. Bo'ylari 125 atrof kelib qolaveradi. Ha, 125 xotirjam. Ha. Narxlari-chi endi? Narxi ham uka, xudo xolasa, narxini buni og'ir hunajin olgan odam sigirta, mazza qilib Duo qilsin. Ha. Sutini ichganda rahmatini aytib qo'yishaveradi. Bo'ldi. 18 million hading. Hop. 18 million 800 ming so'm berishadi. Aha. Ozgina Xayri bor. xayri bor. Mana 18 mi 700 dengizmi? Mana buni novasini 18 Kengni million. işte bitta gapiramiz. Ha. Bo'ldi 18,5 million so'm hading. Ekelasi 18,5 dan ketdi uka degangiz sotdingizmi? 18 million 500 600 mingdan berishsin hading. Ha. Ekelasini. Tashkentgacha yetkazib beraman. Vodiy bo'ylab bo'ldi Toshkentgacha o'sha aytganingiz. Vodiy bo'ylab 18,5 dan bir joyga tortdim deganga nima deysiz? Xursandmisiz? Barakasini bersin. Rozi bo'lib qo'ysin. Xudo rahmatini aytsin uka. Xudo Alloh rahmatini Obunachilar ehtiyot. Bu bilan buni olamasizlar. 18 million 500 mingdan vodiy bo'ylab Toshkentgacha 600 mingdan. Agar yo'q, novvoslar uchalasini tortdim desalang, 18 million so'mdan ozgina sunnatiga xayri bor. Inshaalloh manzil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariq qishlog'ida rivojlanagan xonadonlarimiz. Xudo xolasa kelaverasizlar. Narxlar menimcha qulay bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.